kunlar davomida tushmayotgan baland isitmani bitta oq tut bilan tushirish imkoni borligini bilarmidinglar? Qizim 6 oylik chaqaloqligida isiitmasi 5 kun tushmadi va Turkiyada ham ximik, ham professor bo'lgan insonni maslahati bilan shu tutni qaynatib berdik. Ishonasizlarmi? 1 soatda isiitmasini tushirdi. Qonga infeksiya tushganda, yallig'lanish va yiring yig'ilishi bo'lganda isiitma ko'tarilish boshlaydi. Qon analizi topshirganingizda CRP sizni juda ham yuqori chiqadi. CRP yuqori chiqqanda doktorlarimiz nima qilishadi? Antibiotik yozib berishadi. Bu paytda tabiiy antibiotik bilan davolanish imkoni bor. Tabiiy antibiotik bo'lgan oq tutimiz bizga juda ham kerakli va foydali bo'ladi mana shu vaqtda. Qondagi va tanadagi butun yallig'lanishlarni tanadan so'kib otib tashlaydi. Shunchalik kuchli effektga egaki, o'zingizlar ham hayron qolasizlar. O'zimni shaxsiy tajribamdan o'tgan. Buni eng katta foydalaridan yana bittasi qo'ldagi ekzemalarga juda ham foyda. Quritilgan tutni qaynatib, suviga iligandan keyin qo'linglarni vanna qilsanglar, ekzemani butunlay ketkazish kuchiga ega. Alloh taolo dard tushirganda dunyoga atrofimizdagi ne'matlarga darmonini ham tushirib qo'ygan. Ulardan foydalanish bo'lsa, bizning qo'limizda.